Toshkentga Ibrohim Tarlisizni konsertiga kelyapmiz. Bag'dodda Tohir akam rahmali Bag'dod Tildinani boshlig'i hamroh bo'lib tadbir qilyapti. Birga kirdikda bir juftdan qo'shiqda aytdik. Abed bo'ldi, kechqurun konsertiga yetib kelishim kerak. Bizni hamma rahbarlar birga chiqib kuzatishdi-da. Rahmat hammalaringga zo'r bo'ldi. Endi Ibrohimjonga bizdan salom aytasizlar dedi. Ikkovimiz turibmiz bilan. Ibrohimjonga aytinglar, Bag'dod televideniyasi ham to'xtamay aynaltiryapti sizni deb ayting. Xo'p dedi. Endi ikkovimiz chiqib olib, Qo'qongacha to'xtatib bo'lmaydi. Jiddiy aytyapti, ha? Jiddiy aytyapti. Ibrohimjonga aytinglar, mana qo'yib turibman. U televideniya zo'r tomoni bordi, uzr gapingizda bo'ldim. Mehmonlaringiz kelib qolsa uyga, bitta telefon qilib yuborsangiz, men sizni qo'yib yuboraman dedi. To'g'ri akam, rahmat. Kim bir kun Bruslining kinosi bo'layotgan ekan. Kimga telefon qilib qoldim, haqiqatan ham mehmonlar bordi. Ustoz dedim, uyga mehmonlar tashrif buyurdi desam, hozir dedi, Brusli degancha to'xtadi. Oyoq ko'targan joyda Brusli qoldi. Undan keyin men chiqib qo'shiqda aytdim. Qo'shiq tugagandan keyin deb tushirib turib qolganlar urib ketyapti. Zo'r ekan-da. Zo'r edi.